o hissiyotni yo'q qilish uchun tirishadi. Mana bu nurg'un odamlarning hayotidagi nimalarni tanlamay, nimalarni tanlashining sababi mushada hisoblanib mushada aniq bo'lgan gap. Shunga qalb zahmisi biz uchun intayin muhim narsa. Biroq ongsiz holda ular o'zining qalb zahmisini sizlar orqali o'ngishmoqchi bo'ladi, sizlar orqali kontrol qilmoqchi bo'ladi, sizlar orqali yaxshilamoqchi bo'ladi. Ongsiz holda. Bu ularning xatoligi emas. Chunki ularning ota-onasi ma'lum bir qalb zahmisini ilib yurgan. Natijada u sizning dadanglarning, ya'ni o'zining dadanglarning ota-onasi da'timda ularmi bolalar orqali bu qalb zahmisini kontrol qilmoqchi bo'ladi. Agar bolalari tasoddifiy bu qalb zahmisini qo'zg'ab qo'ysa, o'zini tutib ololmadik darajada achchiqlaydi, urib ketadigan gap. Yoki ba'zilari bolalarni orqali buni o'ngshaydi, men deb bermay qanday o'ngshaydiganida, o'ngshayib tirishadi. O'ngshaydi emas, chunki o'ngshay olishi mumkin emas. O'ngshashga tirishadi. Savoqdoshlar, bugun bizning so'zlaydiganimiz shu qalb zahmisi. Buni bilish sizlar uchun intayin muhim bir narsa hisoblanadi. Chunki odamning barliq xarakterlari, mijozlari va qilib yurgan ishlari shu hammasi shu qalb zahmisi bilan munosabat bo'ldi. Ya'ni odamning qalb zahmisi nima bo'lsa, uning mijozi, xarakteri, egori, personasi shu qalb zahmisini qayta his qilmaslik uchun qurilib chiqadi. Va yashash jarayonida uning intildig'ini, uning barliq harakatlariga qo'mondonlik qiladigan tuyg'u dal yana qalb zahmisi bo'ldi. Bunday bo'lgan vaqtda odam barliq xarakter va qilmishlari hammasi amaliyotda nima uchun desa, o'zining shu qalb zahmisi uchun bo'ladi. Bu qalb zahmisi ko'pincha vaqtda ongsiz holatda bo'ladi. Odamlar faqat qalb zahmisining nima ekanligini to'liq bilmagan ahvol bilmaydi. Ammo qalb zahmisining nima ekanligini bilmagan bilan qalb zahmisi tufayli kelib chiqqan hissiyotni to'liq his qila oladi. U intayin bearam hissiyot bo'lganligi uchun odam dal bu bearam hissiyotni his qilmaslik uchun xarakter qurib chiqadi. Biz buni ego deymiz. Endi bu bearam hissiyotni qayta his qilmaslik uchun xarakter qurib chiqadi. Biz buni ego deymiz. Mana odamda qalb zahmisining shakllanishining yaxshi bir seximisi men tuzib chiqqan sexima ham birisi bizning ichki materiallar buni boshqa hech qanday bir shaxs ya o'rinning ishlatishga ruxsat yo'q. Diqqat qilinglar. Buning da masalan qalb zahmisi 5 turga bo'linadi. Buning ichida masalan gunohkorlik tuyg'usining shakllanishini misol qildik rasmda. Masalan ko'pincha qalb zahmisi inson bo'lsin, sizlar bilan balvoqchi o'tirib yuz berdi. Balvoqchi degani bo'lmo deganlik emas. Psixologiyada biz endi shu bolani kichik vaqtda kim baqqan bo'lsa, shuni biz balvoqchi deymiz. Agar ota-onalar baqqan bo'lsa, ota-onalar sizlar balvoqchi bo'ldi. Cho'g'nan baqqan bo'lsa, shular sizlar balvoqchi bo'ldi. Demak, balvoqchi bilan sizlar o'tirganlikdagi shakllandi. Ko'pincha vaqtda balvoqchining yarisi. Chunki sizlar dadang, onanglarmi amaliyotda bir qalb zahmisi bilan sizni tug'di, sizni cho'ng qildi. Demak, bu jarayonda albatta ular sizlar kuyindi, sizni suydi. Angla qoldi.
Ama angsız halda аңлық алдасылын yaxshi ko'rdi suydi, biroq angsız halda demak bu yerda bir xil gunohkorlik tuyg'usi dan iborat bir qalb zahmisi bor ota-ona bolasini bu xil tuyg'uni his qildirdi angsız halda. Shunga bola ma'lum bir savarlik yoki ma'lum bir xatolik tufayli o'zida bir gunohkorlik tuyg'usi shakllandi. Yoki bunda ochib aytsak bir qizni doim dadasi aniqlanmadingiz deb ayblayvergandikin bu bir xil nemishlik xatodek tuyulib, uningdan bir xil bearam tuyg'u shakllandi. Demak, bolada xatolik menda degan o'y gunohkorlik tuyg'usidan iborat hissiyotni shakllantirdi. Hissiyot shu desa, xuddi tomok chekkan odam nikotin shakllangandek bir xil gunohkorlik tuyg'usidan iborat bir ochiq bir ta'mni his qildi deyishun anda. Hamda qarasanglar, o'ng taraf rasmda gunohkorlik tuyg'usidan iborat bu hissiyot o'z navbatida yana mingida mush hissiyotga mos kelgan xiyollar shakllantirdi. Boshqa xiyollarni-da hamda. Bu yerdan mening xato degani gunohkorlik tuyg'usi paydo qilgan bo'lsa, ma gunohkorlik tuyg'usi hamda menga signal berib, menga mos keladigan o'y fikrlarni teppa deydi. Demak, bu yerda xatolik menda men nachar bola degandikan o'y emasmi? O'y odamingda manzir paydo qildi. O sol tarafdagi kartonni ko'rsanglar bir xil manzir paydo bo'ldi. Bu manzira nerv transmitter orqali ayni ostida esonda bo'lsin kayfiyat shakllantirdi. Kayfiyatning har qanday ximiyalik nerv peptidlari deydigan hissiyot molekullari deb ataladigan nerv peptidlardan iborat ximiyalik moddani shakllantirdi. Demak, ashada gunohkorlik tuyg'usiga mos keladigan ximiyalik modda bor degan gap. Bu modda ayni o'ng tarafga qarasanglar, odamning o sizib qo'ygan oshqozonning ostida, kindikning oqida degandek ma'lum bir yerda kindikning oqida, ya'ni ikkinchi pallada bu saqlanib qoldi. Bu yushurun ongning turadigan joyi shu. Natija shu desa, mingida mushkul gunohkorlik tuyg'usidan iborat hissiyotga mos keladigan xiyollar jiqigidam. Xiyollarda men bunda odamni xato. Bu xiyollar o'z navbatida yana o'y fikrlar, yana hissiyotni kuchaytirib mana shunday chambarakka petib qoldigan odam. Demak, odamning shuningda bir gunohkorlik tuyg'usidan iborat bir ochiq tam shakllanib qoldi degan gap. Bu ochiq tamdan qutulmak intayin tez bo'ldi. Buni irodaga tayinib mangu qutlanmaydi. Eng qo'rqinchli ish nima? Eng qo'rqinchli odam o'zi eng yaxshi ko'rmaydigan bir umr his qilishdan qochgan hissiyotga xumola qildi. Osh hissiyot bağın sır kuchugini kontrol qildi. U ashuni qo'rqaydi, shuni his qilmas uchun qattiq tirishgan siri bu hissiyot kuchaydi. So'ylab qolasizlar, tasavvur qilib taqanlar. Hamda bu odam qanday cho'ng bo'ldi deganda, bu odam birinchi ulab mijoz xarakterda mushkul gunohkorlik tuyg'usini his qilmaslik uchun xarakterlarni tuzib chiqadi. U o'zini aytdi, gunohsiz, adab, axloq to'g'ri so'zlaydigan, kichkina boshqalarning xatoligini qabul qilolmaydigan, ko'z ochiqlab, vaqirab, tillab ketadigan, u bir tuz shundoq bir odamning rolini o'taydi. U gunohkorlik tuyg'usidan iborat bu ochiq hissiyotni his qilmaslik uchun butunlay oppoq undek gunohsiz bir odamning rolini o'tashga to'g'ri keldi. Jumlasi vaqtishlar. Bu shundoq bir gunohsiz odamning rolini o'taydi. Ham ash tuyg'uni
yo'q qilish uchun u bu ishlarni qilib boqadi, buning yordamini qilib boqadi, ammo buning qilayotgan yordamlarining hammasi faqat nima desa, ichki dunyosidagi beoromlikni yo'q qilish uchun bir gunohsiz odamning rolini o'taydi xolos. Ammo buningla bilan chatoqya mishada, chatoqya uningdagi qiyqalgan qalb jarohati, ya'ni gunohkorlik tuyg'usidan iborat ochiq hissiyot tugamdi deganda qat'iy tugmaydi. Aksiya bu kuchayib ketadi. Ma gap esingda bo'lsin, kuchayib ketadi. Ichki dunyosida bag'ansir gunohkordek ish qilaverdi. Tashqi dunyosida buni bag'ansir besishga boshlab, gunohsiz odamning rolini bag'ansir o'taydi. Kichikkinam birsi ziddiq tegib qo'ysa yoki shundoq qamlashmag'achdan birini ko'rib qolgandek uni ayblab, tillab, ballari bo'lsa uni urib, vatvarkan chiqarib, o'zining shirkon bo'lib, ondan yig'lab degandek. Demak, u Igor orqali kuchay saqay buni o'ngshayman deydi, ammo u kuchayverdi. Bu kuchayvergandan buni mingizda ajoyib g'alit o'ylar, uni gunohkordek his qildirgan g'alit kesel xiyollar yuz berdi. Harakatga aylandi. Onanizm masalan, yoshlarda bo'lgan jinsiy a'zolarni hapilishish dal mana shuningdan keladi. Demak, u gunohkorlik tuyg'usini pasaytaman degan siri u xil tuyg'u uni tamakidek xumo qilib majburlaydi. U shuning bilan analizm qiladi. Analizmdan iborat bu narsa orqali uni vaqtliq tanishayman deydi. Ammo u yana kuchaydi. Analizm o xumo bo'laverdi degandek. Shuna suymak saboqdoshlar, odam hayotining ko'pincha qismini mana shundoq kechib yashaydi. Şu o'tgan soatdan so'zildi, sizlarning javob tanlashinglar, bir son yaxshi ko'ra qilishinglar hammasi amaliyotni nima desa, sizlarning qalb zahminglar bilan munosabati bor. Bar bo'lsa, qarshi tarafni sizlar qalb zahminglarni his qilmaslik uchun tanlaysizlar. Bir bo'lsa, qarshi tarafni mushu mening qalb zahmimni o'ngshashga yordam beralaydi deb tanlaysizlar. Amaliyotda sizlar ongsiz holda mushuk sabab bilan tanlaysizlar. Jo'ram mush qarshi taraf erish orqali mush mutlaq yetaman deb o'ylaysizlar. Biroq qarshi taraf hargizmi ammo siz bu maqsadga qat'iy yetolmaysizlar. Mana shu vaqtda anandan qarshi taraf bilan ziddiyat paydo bo'lishga boshlaydi. Chunki u hargiz sizlar o'ylagan odam emasligini his qilsizlar. Shu kundan boshlab odam hayoti nihoyatda bir beorom o'tishga boshlaydi. Yana ba'zida xo'rlik tuyg'usidan iborat qalb zahmasi bo'ldi-da. Shular u qanday xarakter qilib oldi, hech kim ko'z bilmaydigan bir xil so'g'uq, boshqa zangli qildigan bo'lib oldi. Nima qilsa qalb zahmasini qo'g'dayman demoqchi. Shu tufayli qattiq tirishib pulni deb qilish mumkin. Shuna atalmış mavqeat qazanayotganlarning hammasi amaliyotda shu xo'rlik tuyg'usidan iborat qalb zahmasini qo'g'dash uchun tirishadi. Ammo balkim u nurg'un narsa erishish mumkin, mashina erish mumkin, dashlarni erish mumkin, pul tepish mumkin. Boshqalardan ustunlik tuyg'usini topish mumkin, ammo qalb zahmasini mangu o'ngshayolmaydi. Mumkin emas o'ngshayolmaydi. Aksincha kuchayib ketadi. Shuna nurg'un odamlarning javli bo'lib ketishining sababi shu. Chunki mingisida ongda, ya'ni normal o'z bilgan ongda qalb zahmasini o'ngshayman deb, uningda qochimi deb, uningda saqlami deb mingisida haddan ziyoda diqqat, sezgurlik bo'lib ketib, bu sezgurlik ma'lum chekayotganda javli bo'ldi. Ba'zilarda umidsizlik bo'ldi. Nimalik qilsa hayot bir xil ma'nisizdek his qildi. Chunki
Ular ko'pincha odamlarning hayotda qilayotgani faqat qalb zahmisidan qechish bo'lganligi uchun ular har qancha qilibmi bu zahmidan qocholmaydiganligini his qilib qoldi. Shu vaqtda u ümidsizlik chirmab ketadi. Vahshiy ümidsizlik chirmab ketadi. Bu ümidsizlikning his duygusunu faqat xomushlik, yiyicin bo'lganlarla his qila oladi. Nurg'un odamdan tamak tashlash mumkin emas. Çünkü ular iroda tayin tamak tashlayman deydi. Bu xato. Asli bir tamak tashlagan odam birinchilab nemish tamakka chekmoqchi bo'lgan ma sabab tepish kerak-ku. Sabab tepish kerak. Onun qalbida tamak chekishni keltirib chiqarayotgan ongsiz sababni topmasa, u iroda bilan tayangan bilan uning ongsiz sababi tamak chekishni keltirib chiqardi. Şu ba'zida 1-2 yildan keyin, ba'zida 3-4 yildan keyin chekishning sababi u iroda tayangan bilan erib charchaydi, eng oxiri u asli tamak chekishning sababi bor edi uchun. Sababni o'ngishmag'achqa tashlash mumkin emas. Shunga o'xshash siz ma'lum bir muhabbatdan nim qildingizda, masalan, zarbidingiz olsun tashlayotgan bo'lsa, siz unutmayman deb har xil usullardan foydalanib, unutdimmi deb beqib, yoki bu yaroq beqib, yo bolalar o'ynab, yo boshqa birslarni jurib beqib, bundaq unutishlar hammasi mag'lub bo'ldi. Bundaq qilgan so'ng kuchayib ketadi uchun qarish kerak bo'lgan intilishinglar bek kuchayib ketadi. Burunqidimi bek yaxshi ko'rib ketib qolsalar. Burunqidimi bek muhtojdek his qilib ketishlar. Bu xato. Siz birinchilab uni nemishqa yaxshi ko'rgan sababinglarni topishing kerak. Ay sababni topsanglar, uning hissiyotini darhol yo'qaydi. Darhol unutish degan nishon ondan bora olasizlar. Intayin tez yo'qaydi. Chunki siz yaxshi ko'rayotgan odam emas-ku u. Siz yaxshi ko'rayotgan narsa u odam emas. Balki yaxshi ko'rayotgan narsa emas, u odam sizni shakllantirayotgan hissiyot-ku. Bu hissiyotdan dal qalb zahmi bilan munosabati bormi? Ani topsanglar, siz nemish buni yaxshi ko'rgan, mushun topgan amallar uni unutib ketishlar. Uni topmaysizlar, har xil usulda unutishtirishgan sari, uni olgan narsa kuchayadigan. Chunki ong faqat 5%, yushoning 95% narsani belgilaydi. Bunda o'tgan vaqtda sizning irodaga tayinib, o'zimni o'zgartirma, irodaga tayinib tamak tashlayman, irodaga tayinib birisini unutmayman, irodaga tayinib anamni to'xtim, irodaga tayinib turmushimni o'zgartirib boshqa bir odam bo'laman, irodaga tayinib ertadan boshlab anda qilib, manda qilib, hammasi mag'lub bo'ldi. O iroda tayinishli hech qanday bir bosqichga hech qolsa mumkin emas. Chunki sizning barliq harakatinglarni qo'mondonlik qiladigan hissiyotni keltirib chiqarayotgan narsa sizning yushun ongdagi jarohat bo'lib, bu jarohat 95% holatda kuchli bo'ladi. Demak, sizlar 5 odam bilan 95 odam teng kelmayman deganda kulkili ish. Iroda bilan siz masalalarni hal qilman deyishingiz. Suyimli saboqdoshlar, sizlar bu jarohatinglarni hargizmi bu xil usulda saqaytolmaysizlar. Sizlarga bir gapni so'qlay. Odamning kelgusi hargiz uning o'tmishdagi xatolik tufayli emas, balki hozirdagi tanlash orqali bekitiladi. Bu gapimni yaxshi his qilinglar. Bu gapni xotirlab qo'yinglar. Bu gapni agar sizlar cho'nqur tushunalganda, sizning hayotingizda o'zgarish bo'ldi. Cho'ng o'zgarish bo'ldi. Faqat qalb zahmisidan birini dedim. Undan boshqa masalan ayrilish sharoiti. Undan ayrilib boshladi, ayriliq uchun shunda qo'rqdi. Biroq
Bunun için bir ömür tırışıdı ama en ahiri yana başkalarının ayrılıp ketişke humağlıq qılıp bunu qayta 5'ten keçirdi. Şu an nurgun kızlar qarsanlar ular en qo'rqadigan ish başkalarına ağırlık qilish. Ama bu qo'rqqan hissiyatni başkalarına sadık buluş, başkaları nima dese şu degan yerdan chiqish, yaxshi odam, yaxshi ayol ham bo'ladi, ammo ağırlık ketish jarayetinden saqlanıp Мәңгү saqlanıp Onundan undaq usulda qutuluş mümkün emas. Demek o tashqi dunyoda bu xil hissiyatni, gunohkorlik tuyg'usidan iborat hissiyatni qancha qechib buni to'saman degan siri ichki dunyosidagi bu xil sen nachar odam, sen past odam, sen mehnat odam, sen gunohkor odam degan ovoz bag'an kuchi buni qabul qilolmaydi. Natijada u shu o'zini bu ovoz shakllangandan u harakat qiladi. Shunlar nima bo'ldi desa, odam o'zi eng qo'rqadigan, eng his qilishni xohlamaydigan hissiyotga xumoqlik qiladi va yoki o'zi eng o'chkurdigan, eng qo'rqadigan odamga aylanib qoladi va yoki o'zi eng kurashni xohlamaydigan taqdirni o'zi qayta paydo qilib oldi. Mana bu nimasi bir ichinishlar jarayon savoqdoshlar. Shuna bizning o'lik chashqan degan darsimizning muhim yeri shu. Albatta ularning hammasi hal olmaydi. Qalb saqnasi butunlay o'ngshalmaydi, ammo yeniklaydi. Shuna qalb saqnasini tushunish muhim. Tushunib bo'lgandan keyin psixologiyada muhim narsa shu. Ondan keyin asosda buni davolashning usullarini o'rganamiz. Ama sizlar normal odamlar hemen bayatın degandek aşkıl tradigiyada yaşayırdıgan. Mana bu rillaydi, beycu. Demek bu yerda odam angliq, irada orqali angsız qalb zahmisini qaçmoqchi va uni o'ngishmoqchi bo'ladi. Bu nimaga o'xshaydi? Bu ikki xil narsa o'xshaydi. Birisi yo'g'on o'rekni suv bilan to'ldirganga o'xshaydi. Suv bilan to'ldirib bu o'rekni to'ldi deysizlar. To'ldi dem, oxiri qalb saqmam endi o his qilmasma deymiz, ammo u to'lmaganda shundaqla putimizni sep baqsaq sholoqqa tushib ketgan. Yana birisi nimasi bu angliq holda angsiz holat qalb saqmasi o'ngshayman deganlik. Buvoq bir bola. Buvoq bolcha. Yo'g'o 40 yoshli odamni ko'tirman deb turganga. Buvoq bolalik yo'g'on bir odamni ko'tirman deb turganga o'xshaydi. U buvoq bolqanda yo'g'on bir odamni ko'tira oladi. Yo'q odam buvoq bolni ko'tirish kerak. Angsiz holatdagi angsiz dunyomiz asli bizning angliq dunyomiz boshqandiki biz angsiz dunyomizni kirishimiz kerak-ku. Ashunga kirib, ashadagi mazmunlar bilan gaplashish kerak-da. Muhimi dishashi. Muhimi silashotdan o'y emas, muhimi sizlar kirishdan qo'rqayotgan dishashi. Chunki dishashi hamma narsani belgilaydi. Har qanday o'simlikmi shu bu dunyo hamma o'simlikni ko'rga yiringli muhim emas-ku. Ko'rmaga yiringli muhim, yildiz muhimda. Shunga o'xshaydi. Daraxtlarmi siz ko'rgan yiringli bu muhim yer emas uni. Buni kesib etsanglarmi o'sib chiqaveradi. Yuparmoqdan julib etsanglarmi o'sib chiqaveradi. Unda qilma uni ko'rgan yerini shundoq parvishlab yildiz bilan qaranglarmiz, yildiz muhim. Shu odamlarmi deshashis muhim.